Nega farzandingizni atigi 10 ming so'm evaziga geniy qilishga yordam beradigan joy haqida hech kim gapirmaydi? Yakshanba kuni farzandingizni qayerga olib borishni bilmasangiz, albatta tabiat muzeyiga borib ko'ring. Bu shunchaki ekskursiya emas, bu joy bolalarda atrof muhitni anglashni, ilmiy qiziqishni, savol berish va izlanishni hamda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Farzandingiz skeletlarni, toshlar, minerallar, hayvonlar dunyosini ko'rsa, uning miyasi shunchaki jonlanadi. Bu tabiiy tarzda bilim olishga undaydi. Kitoblardan ko'ra chuqurroq ta'sir qiladi. Olimlar aytishicha, bolaning miyasida bilim yaxshi saqlanishi uchun uni hayrat va qiziqish uyg'otadigan holda berish kerak. Muzey esa aynan shu imkoniyatni beradi. Qolaversa, kirish bolalar uchun bor yo'g'i 10 ming so'm ekan. Men farzandimni erta yoshdan rivojlantirishga juda harakat qilaman va doimiy ravishda uning uchun qiziqarli mashg'ulotlarni topaman. Agar bu haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling va bu videoni kichkina farzandi bor barcha dugonalaringizga yuborib qo'ying.